tankami bir traktormi olsak-ku deyapmiz-da endi. Shu o'zani kunida bir qattiq gapiray desak, suqroq bo'lmaydi, ichimizda dardi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir yo'lda qancha ko'zimiz tushib qoldi. Harakat qilamiz. Endi aka to'g'risi hozir mahallalardan kirib mana shu mevazorga qarab harakatlanyapti. Ya'ni nima ishsiz. Hurmatli rahbariyat, hurmatli yuqori turuvchi tashkilot xodimlari. Mana ko'rib turibsizlar, yomg'ir kunida yo'lovchilari bilan yomg'irli kunda bu yo'lni qaranglar, bu yo'l emas-ku bu. Bu har doimgidek aytganda bu repxoz. Buni 25 sotikda aholiga repxozga beringlar bu yo'lni. Boshqa yo'l ochamiz naryoqdan. Yurib bo'lmay qoldi. Buncha daladan yursak yaxshiroq yuramiz. Kirmayotganim bilan buni ishtasi aytyapti ham, bir harakat ham bo'lmayapti, bir narsa ham bo'layotgan joyi yo'q buni. Aytyapsiz, aytgan joyda qolib ketyapti baribir. Bu yo'llarga yurishning o'z imkoni yo'q-da buni. Bo'ldi, rahmat aka. Uzr to'xtatgan o'zi. To'g'ri. Yo'lni qilmasa Nima bo'lmaydi. deysiz? Ta'mir talabmi yo hali shart emasmi? Rasvo bo'lyapti. Ta'mir talab juda tezlikda qilish. Nima deysiz opa? Bolalar maktabga borib qiynalishyapti, kollejda qatnashadi. Toshkentdan Qo'rg'onchaga borish yo'limiz juda ham yomon. Iloji bo'lsa, ertaroq harakat qilsa yaxshi bo'ladi. Barakat topsiz, ro'za kunlari qilsanglar, juda ham yaxshi bo'ladi. Bo'ldi opa. Rahmat aka, uzr to'xtatganimiz uchun. Ayniqsa yog'ingarchilik kunlarda yomon. Men hozir o'zim mana avtotransport boshqaraman, shu yo'ldan yurib juda xaroba yo'lda. Bu hech kim bir rahbariyatdan bir mas'ullar kelmaydimi bu yerga? Kun mavzu, ya'ni Toshkent viloyatining Quychirchiq tumani Mevazor bilan, ya'ni Novojizm deydimi, nima deydi bu yoqda? Novojizmning o'rtalig'idagi yo'l, ya'ni kamida menimcha bir 15 kilometr juda rasvo holatda. O'zim shunchaki to'xtagan edimda, mana shu akamiz yo'l qolib ketganligi uchun to'xtab yo'l haqida o'z fikrlarini so'raganimda birpasda shu aholi, shu yashovchi aholi yig'ilib, mudom mana shunaqa ahvol, mana shu necha marta qaysi tashkilotlarga murojaat qilgan bo'lsak, birontasidan bir natija bo'ladi degan umiddamiz. Ko'ramiz endi qani, mana shuncha ishga borayotganlar, mana ko'ryapsiz liniyani mashinani, ahvol mana shu. Birda bo'lmasa birda hamisha shunaqa bo'ladi. Kimgadir yordam kerak, kimgadir qolib ketadi. Nima qilish kerak buni? Kimga murojaat qilaylik? Mana shu ahvolga tushganiga 20 yildan oshib ketdi bolam. Bolalarimiz ishga boradi, har kuni ertalab avtobusda qatnaydi ishga. Orqasidan yo'l tor, ikki tomonimiz biroz, yuradigan joy yo'q. Mana misol uchun naryoqdan sizlar kelyaptimi? Mashina. Yo'l topolmaysiz. Tushib ketasiz bir joyga. Hech marta avariya bo'ldi, boshqa bo'ldi. Keladigan mehmonlarimiz bu yo'ldan yurmay qo'ydi. Bolalarimiz ishga ketsa, "Ey Xudo, shu yo'ldan eson-omon o'tib olsin" deb o'tiramiz duo qilib. Bu qachongacha davom etadi bilmadim. Endi ish qilib mana shu yo'lni tuzatilishiga biz tarafdormiz.